Gollandiya parlamentida Xitoyning chegara hal qilgan bostirishiga qarshi taklif loyihasi ma'qullandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarining butun dunyoda qonunsizligi, beshamligi, nomussizligi to'xtovsiz davom qilyotdi. Albatta Gollandiyadagi yolg'iz kishilik namoyish qilib yillardan buyon xalqimizning qizg'in olqishiga, rahmatiga erishgan bu Abdurahim G'ani efendimning har yil shundaq xilma-xilma shu Xitoy tajovuzchilari bilan bo'lgan o'tirisidagi masalalar kun tartibdan tushmay davom qilyotdi. Bu qatim bir necha oy burun albatta bu voqea yuz bergan vaqtida biz tafsiliy holatda huzuringizga sungan hattoki Abdurahim efendim bilan suhbat qilgan ayrim bu yerdagi qilgan Xitoyning nomussizligi, beshamligi, yo'lsizligi hammasini tafsiliy holatda to'xtalgan bu ko'rinishlar albatta hammamizning yodida, esimizda. Mana shu sababli Gollandiyaning Den Haag shahrida o'tkazilgan Xitoylarning bahor bayrami tabriklash faoliyatida tinch namoyish qilgan Uyg'ur faoliyatchi Abdurahim G'ani Xitoy elchixona xodimlarining zo'ravonlik bilan bostirishiga uchragan edi. Xitoyning chegara atlab, ya'ni Xitoyning bu qilmishlari chegara atlab bostirish harakatining eng yangi misollaridan biri bo'lgan bu voqea Gollandiya parlamentida Xitoyga qarshi bir taklif loyihasining ma'qullanishiga sabab bo'ldi. Natijada intayin muhim bir taraqqiyot albatta bo'lib Yevropada bir davlatda bundaq bir loyihaning ma'qullanishi Xitoyninki yo'lsizligining texambak qonuniy shaklda isbotlanishi boshqa Yevropa davlatlariga ulgu bo'ladigan shaklda bir qadam albatta Gollandiyaning olgan bosgan bu qadami. Bu endi tafsilotiga biroz kirsak, Uyg'urlarni izchil qo'llab kelayotgan Dank partiyasining raisi, parlament a'zosi Stefan Van Barle Abdurahim G'ani duch kelgan musha efendim Abdurahim G'ani duch kelgan Xitoyning chegara hal qilgan bostirish harakatiga taqobil turish uchun bir taklif loyihasi sungan bo'lib 12-may parlamentda 150 ovozdan 116 ovozga erishib zo'r ustunlik bilan ma'qullandi bu taklif loyihasi. Abdurahim G'anining bildirishicha, u bu yil 27 fevral parlament a'zosi Stefan Van Barle bilan Den Haagda o'tkazilgan iftorlik faoliyatida ko'rishgan. Bu ish yuz berishdan burun. Keyin Abdurahim G'ani parlament a'zosiga 2 hafta ilgari yuz bergan Xitoyning zo'ravonlik qilmishlarini tafsiliy anglatib, Xitoyning chegara atlagan bostirish harakatlarining Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarning bexatarligiga ig'ir tahdid shakllantirganligini, bu masalani parlamentda kun tartibga keltirish kerakligini aytgan. Stefan Van Barle bu voqeani parlamentda o'tirg'a qo'yishga va'da bergan va deganidek bu va'dasidan keyin parlamentda bu masala o'tirg'a qo'yilib, yuqori deganimizdek zo'r yuqori ovoz bilan ma'qullangan. Parlament a'zosi Stefan 16 aprel Gollandiya parlamentida bu voqeani tilga olib turib, tashqi ishlar ministeriga savol qo'yib, hukumatdan aniq pozitsiya bildirishini talab qilgan. Uning tirishchanligi bilan sunilgan taklif loyihasi 12-may parlamentdagi zo'r ustunlik bilan ma'qullangan. Xitoyning Gollandiya turishliq bosh elchixonasi bu yil 14 fevral Den Haag shahridagi hukumat binosida yuqori deganimizdek bu Xitoylarning bahor bayram faoliyatini tabriklash faoliyatini o'tkazgan bo'lib, shu vaqtida yana takror bir eslab o'tsak, Abdurahim G'ani Sharq Turkiston mustaqilligi Uyg'urlarni qutqizib qilishning birdan-bir kapolati deb yozilgan Sharq Turkiston bayrog'i xaritasi tushirilgan plakatni ko'tarib, tuyuqsiz maydonga kirgandi va xilma-xil shuarlarni to'lg'andi bu yerda. Gollandiya xalqini, hukumatini Xitoyning bu saxta tashviqotlariga, bu ko'zbo'yamchilikqa aldanmasligi uchun ogohlantirgandi, buningga chaqirgandi. Ammo darhol Xitoyninki bu puxroch kiyingan Xitoy istixborotining xodimlari, g'alchilar desak bo'ldi. Har davlatda bog'i bunga o'xshash. Bular darhol sakrab tushib bu yerda uni keldan siqib yerga besib bo'g'ib bu yerda, hatto shu yerda ifodalangan uning quliqiga kelib qilgan gaplarni sizni o'ldiramiz, uning kendidan sen shu lagerda o'lishing kerak, lagerga solinishing kerak deb. Bugun butun dunyoda
məşhur bo'lgan Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga Uyg'ur xalqini shu jazo lagerlarida yo'q qilish siyosatini mushaga chiqqan nomussiz Xitoylarmi buni uchuq deganligi albatta g'azab qo'zg'agan bir masaladir bu shu vaqtda. Va qadinkin albatta Abdurahim G'ani apandi mazkur Xitoy xodimlari ustidan arz sundi sungan edi. Navbatda jinoiy ishlar tekshirishi hali ham davomlashyapti bu ishninki. Aloqador xabarda qayd qilinishicha, ayni vaqtdagi faoliyatda tinch namoyishga faqat Danhaq shaharlik hukumatning o'z bexatarlik xodimlari aralasha oladigan bo'lib, Xitoyning faoliyat tashkilotchilarining voqeaga qo'l tiqish huquqi yo'qligi bildirilgan bu xabarda. Amaliyotda hammamizga ma'lum bir masala hamdi. Sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar nada bir faoliyat o'tkazsang, shu davlatningki bexatarlik xodimlari agarda shu maydonda, shu yig'inda yoki faoliyatda bir ish yuz bersa, hatto cho'ng bir voqea yuz bersimi, faoliyat shu davlatning bexatarlik xodimlari qo'l tiqib, u yerdagi ahvolni bir taraf qildiganlar sen emas, bu Xitoyning bu xodimlar emas yani. Ama bu numussizlar Xitoydagi yo'lsizligini, tajovuzchiligini mishadimi xuddi bu davlatni men xohlaganimni qilaman degandek bu yerda qonunsiz shaklda bostirish uchun Abdurahim G'ani apandimga Gollandiya fuqarosi bo'lgan bir Uyg'urga bu shaklda muomala qilishi albatta asla qabul qilinmaydigan bir masala ekanligi aniq. Shuning uchun bu davom qilyapti hozirgacha bu Gollandiyaning ichidagi nurg'un axborotlarni jiddiy bu masalaga aralashishga, bu masalani jiddiy shaklda hukumatni so'roq tortishga sabab bo'lgan bir masaladir. Bulardan sırt 20 may Danhaq shaharlik parlamentda Xitoyning bahar bayramining faoliyatdagi zo'ravonlik qilmishi haqida muzokara yig'ini o'tkazilgan bo'lib, ya'ni 3 kun burun muzokara yig'inida yana Abdurahim G'ani apandimga qisqa so'z qilish fursati berilgan. Abdurahim G'ani apandi bo'lsa bir necha yildan buyon Xitoyga qarshi faoliyatlari va yaqinda yuz bergan Xitoyning zo'ravonlik voqeasi haqida to'xtalib, hukumatning xalqning haq-huquqi va bexatarligi jihatdagi mas'uliyatini ado qilish kerakligini ta'kidlagan so'zida. Yig'in muzokarasi natijasida Danhaq shahrining shahar boshlig'i bundan keyin hukumat binosida Xitoylarning bahor bayramini tabriklash bayrami o'tkazishiga ruxsat berilmaydiganligini e'lon qilgan. Bundan keyin Xitoyga ruxsat bermaymiz bu shaklda bu shaharlik Danhaq shahrining shahar boshlig'i bu shaklda ifoda bildirib buni e'lon qilgan. Albatta bu butun jarayonga oid tafsiliy holatda to'xtalishimiz kerak bo'lgan masalalar. Mayli yig'inda so'zlangan Abdurahim apandimning parlamentlik so'zlari bo'lsin, bu qonunning chiqarilishi masalasi bo'lsin. Inshaalloh buni hetin keyin ayrim bir o'zi bilan suhbat o'tkazishni planlayapmiz.